snowboardimizni polni yig'ib bitirdik. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu snowboardimiz polni komplektatsiya. Xullas, mana shu ko'rinishda farlari, podogref ruchkalarini qo'ydik. Bu yerda Jekevskiy BMS qo'yganmiz. Podogref batareyka bor, o'zini o'zi isitadi. 23S for drive controller, 3 kilovatlik motor. Bu yerda esa tormoz, sport rejim, eco rejim, zadniy xod. Chekni bilasizlar. Qachon yiqilsangiz, agar gazovat bo'lib qolsa, bu siz bilan birgalikda qoladi. Bu esa samotorможение. Displeyni большой, displeyi bor, zaryad batareyka ko'rsatadi. Bu yerda esa podogref ruchkani 3 ta rejim bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 3 ta rejimlari bor. Bu yerda yoqib o'chirish, bu esa gaz. Hozir mana podogref ruchlari ishlayapti. Hozir yurishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Otabek hozir menga yordam beradi. Qani?